Oborotiga bitta ahamiyat berib bersa kerak, bu yarim oborotda hozir ishlab turibdi. Agar bundan-da balandroq masofalarga chiqarish kerak bo'lsa, yana ham gazni qo'shib, bundan uzoqroq masofalarga chiqarish imkoniyati ham bor ekan. 100 lik, 150 lik, 120 lik turbalarga bemalol kerakhanne bilan moslab ketishlaringiz mumkin. Agarda pastliq joylar bo'ladigan bo'lsa, 100 metr, 150 metrgacha bemalol suvlaringizni ulgutib bera oladi akalar. Murojaat qilishlaringiz mumkin pastdagi nomerlarga akalar. Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Suv nasoslardan so'ragan akalarimiz uchun 192 motorli benzinli modellaridan akalar e'tibor berishlaringiz mumkin. 150 lik katta suv nasoslarimizdan yangi partiyalari keldi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Cheres remen orqali ishlashlariga hozir bitta baho berib bersa, ishlashlari ham juda ham tiniq qilib ishlab beryapti. 100 metr, 150 metrgacha bo'lgan masofalarga mana shunday katta turbalardan, kanallardan, zovurlardan, soylardan mana shunday suvlar tortishda bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Soatiga yarim litrdan 1 litrgacha rasxod qiladigan eng ekonomik motorlardan qo'yib, ustanovka qilingan, xohlaganlar uchun salarishli variantlardan ham qo'yib berish imkoniyatlari bor. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin akalar. Hozir bitta ishlashini ko'ramiz endi akalar, hozir yurgizib ishlatib ko'rsatib beramiz aka. Yurishlari ham zavodning orqali yarimta yuradi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bitta baho berib bersa akalar, suvni tashashiga faqatgina suvingiz ulgi bersa bo'ldi. Chiqarayotgan joyingizda, zovurlaringiz, kanallaringizda bemalol 100 metr, 150 metrgacha bo'lgan masofalarga suvlar tashlash uchun ishlatishlaringiz mumkin akalar. Kimga mana shunday texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Nalichida bor. Xohlaganlar uchun motorlarni sal kichikroq variantlari, kattaroq variantlardan qo'yib berish imkoniyatlari ham bor akalar. Video manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Mana shunday texnikalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga o'tib ko'rishlaringiz ham mumkin akalar. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar.